Assalomu alaykum hammaga. Ana xudo xolasa men bu eski avvalgi oyna o'rni bo'lgan bu yer. Buzib tashladik deb bitta oyna qo'yib, gipsokardon bilan yopib berdik. Mana bu yerda ham gipsokardon bo'ladi. Buzib polni buzamiz, olib tashlab gipsokardon qilib beramiz tepani. Devorlar polni shpaklovka bo'ladi, atxozlar chiqariladi, eski joy. Yog'i beton kontakt urilgan, mana bu ohak bo'lgan bu ohak. Shuning uchun shpaklovka ushlash uchun urilgan. Mana eski padagonlik bo'lgan. Yopib berdik bularni. Bittasini qoldirib, qolganlarini yopib tashladik. Qiyshiq-mishib qo'yayotgan joylarini to'g'rilaymiz endi. Tepa hozir patolog boshladik, yopib beramiz, eski patolog. 12 sm o'ynab ketgan hammasi qiyshiqligi. Lazerni urilgiga tashlatib, to'g'rilab hammasini joylashtirdik mana, xudo xolasa. Nariyog'ini endi mana beshikda ham olib tashlanadi, mana bu oynalar olinadi. Atxozlar chiqarilib, hammasini qaytadan taxlab qilib beramiz hammasini. Patologini ham to'g'rilab bo'ldi. Xudo xolasa.